Alo? Chaqiruvmidingiz? Ha. Tushmaysizmi? Yarim soatdan beri kutib turibman. Hozir tushaman, sal esimdan chiqib qopti-da. Yo, tushunyapsiz, qo'ring billa. Voy o'lay. Qanaqa taksi chaqirib qo'ydim. Buni ovozini qara, vajohatini qara. Tushmaydimi bu? Tushsa yurtami? Jinniman, jinni. Nega badarbas ovoz sohibini kuttirib qo'ydi? Ovozidan kinolardagi Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger ovozlariga o'xshab ketadi. O'ldim. Tamom, o'ldim. O'zim ahmoqlik qilib kuttirib qo'ydim. Nima bo'lsa bo'ldi. Undan uzurimni so'rayman. Okajon, ming bor uzr. Chiqdingizmi, aka? Urratagangsan, chirri, ovozing bir dunyoni titratadi. Bitta tupragimga cho'kib o'ylasansan. Silvestr Stallonemi deb o'ylama ovozingdan. Nima do'st, aka? Aka dema, hayda. Bitta aka dedi. Aka. Ey,